Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz mana bugungi firmalarimizni narxlari bilan qisqacha tanishtirib o'taman akalar. Bizni firmalarimiz misol uchun 7 metr, 7,5 metr joylarga qilinadigan bitta chokli firmalarimiz 30lik, 25lik, 40lik, 35lik variantlarimizda 170 ming so'mdan boshlanib 220 minggacha ketaveradi akalar. U yog'i 11,70 ya'ni 12 metr bo'ladi. 11,70 deyiladi asosan. Shu bor bo'yiga tayyorlanganlari ham o'sha narxlarda chiqarib beramiz. 25likdan 30likda farqi yo'q akalar. Narxi bir xil. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana bitta chokli firmalarimiz bor. 190 ming so'mdan chok sal ko'proqlari bor. 180 ming, 170 minggacha ichidagi materiallarga qarab narxi o'zgaradi akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunaqa X variantdagi qoralarimiz ham bor. Bular uchun alohida mehnat ketadi. Shuning uchun buni narxi jinday qimmatroq, ichidagi materiali ham biroz ko'proq ketadi. Akalar buni 10 metr, 12 metr bemalol ko'taradigan, o'zi ham ikki tomondan to'sin keladigan joylar uchun juda qulay. Tavsiya qilamiz akalar, bemalol ko'taraveradi. Keyin bundan ham baquvvatroq qilib ber deydigan akalarga ikkalasini bir-biriga qo'shib, qo'sh xoris двойной ketadi. Shuni narxi ham двойной bo'ladi. Shunaqa narxda qilib beraveramiz akalar. Misol uchun 15 metr joylarga ham yer ayvon, darvozaxonalar yo'llariga bemalol ishlatsa bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar akalar. Hozir men sizlarga bulardan yana boshqaroq variantlarni ko'rsataman akalar. Mana akalar holatini o'zlaring ko'ringlar. Tepasi ya'ni konteynerning bozidan, ya'ni eshikning yonidan, eshigining yonidan chiqadigan 255 ga 225 bo'ladigan eng qalin baquvvat joylaridan bittasi mana shu eshik boz deyiladi. Buni 10 ga 5 deb ham atashadi akalar. Mana bundan X variantdagi qoralarni yig'ib tayyorlab beryapmiz. Mana akaxonimiz svarka qilyapti. Svarkalari juda chiroyli, bu stiklariga mana bu yerlarga albatta planka qo'yiladi. Ya'ni o'zi ham yaxshi turadi, lekin bu faqat strafovka, ya'ni mabodo planka qo'yish shart edi deydigan akalar uchun planka ham qo'yib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Buni mana ikki tomondan kashayib berilgan X variantli qorlar. Bularning narxi o'sha 220 minggacha boradi. Bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi. Mana bunaqa ustunlar 10-15 dan mana ustun sifatida tayyorlab qo'yganmiz, bitta ko'rsataman. Mana akalar. Ustunligimiz bu. Mana shu ustunligimiz eng qalin joyi, ya'ni pastki qismidan chiqadigan konteynerni o'zagiga ko'tarib turadigan joyi mana shu yer bo'ladi akalar. Mana shuni ular ustunliklar tayyorlab beramiz. Bundan ham arzonroq variantlar bor. Bu ustunlarimizda 1 metri 115 mingga 120 ming. Har xil endi ustunliklar ham bir-biridan farq qiladi. Ya'ni mana bu ustunliklarimiz shu 10 ga 15 liklari qora ustun. Buniki biroz qimmatroq. Bundan kichkinaroq variantlari ham bor akalar. Bu materialimiz 10 ga 5 likladi. O'sha bozdan hozir akaxon bir-biriga svarka qilib turgan holatini ko'rsataman. Mana ustakamiz ekspert sifatida kuzatib turibdi. Mana to'g'riligiga juda yaxshi e'tibor berib qilishadi akalar. Mana hozir shu bozni ulab turib, yerga olib borib, yana uni davomiga X xora qilib tayyorlash maqsadida shularda mana biz ko'rsatyapmiz akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Akalar mana bu 230 deb ataladi. Bunimizni narxi o'sha 80 ming, 85 ming holatiga qarab har xil chiqaveradi. Saqishligiga, ya'ni yaxshi turgani, chirimaganiga qarab narxi biroz qimmatroq bo'ladi. Endi sal arzonroq, qiyshiqroqlari ham bor chiqadi. Endi bularni akalar mana bunday firmalarga ichki qismiga shivellarda kesib kashaylar sifatida ishlatamiz. Bu 6 ga 6 dan, ya'ni profilidan bo'lgan konteynerni o'zidan chiqadigan, stenasi qalinroq 6 ga 6 profilimizdan chiqqan firmamiz. Mana svarkalari ajoyib bo'lyapti. 15 metrga bez ustunga qilib beryapti. Bularni 1 metri 190 ming so'm. Material o'zgarishiga qarab 180 ming, 200 ming ketaveradi akalar. Bemalol telefon qilib so'rasalaring, narx-navolarni ham aytamiz. Qo'lni hisoblab tashlab beramiz akalar. Kalkulyatorga bemalol
Rahmat hammalaringga akalar, qo'llab turinglar, ustalarga ham. Inshaalloh hammamiz yaxshi bo'lib ketamiz. Bular turga tur variantimiz mana turga turdan profildan uchdan bitilgan shu kraskalari ham bo'lgan akalar. 130 ming so'mdan kraskasi ichida chiroyli qilib beramiz akalar. Turga tur variantidan filmlar 7 metr, 8 metr, 10 metr, 15 metr joylarigacha qilib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Turga turlarimiz qalin, juda chiroyli mana bitilgan. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Mana bu ko'rsatgan narsamiz akalar biroz o'sha ustunlikda orqaroq varianti. Endi buni yonida bukilgan joy bo'ladi, shuning uchun sal ko'rimsiz holatda bo'ladi. Shuning uchun arzonroq aytiladi akalar. Lekin bu ham narigisidan qolishmaydi. Ancha baquvvat narsa. Firmalar bo'lsa mabodo aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol telefon qilaveringlar akalar. Hammalaringga rahmat. Akalar, ustunlikka mana bu 10 ga 5imiz ham bo'laveradi, chunki bu ham ancha baquvvat. Mana konteynerda lagasini baquvvat qovurg'alisi deyiladi. Bunimizda bemalol o'sha pollarni tagiga bemalol bir-biriga ulab lagalik sifatida ishlatishimiz mumkin. Shuning uchun ham o'zi nomi laga buni. Bemalol aloqaga salang palankalari qo'yib chiroyli qilib ulab beramiz. Bularda bemalol qo'ysa bo'ladi deyiladi. Ishonchli sinovdan o'tgan narsalar, konteyner narsalari hammasi ancha baquvvat chiqadi. Yana profillarimizga kelsak, bunimiz mana 6 ga tur varianti. 6 ga turdan yasalgan firmamizda 135 ming so'm. Bu turga tur varianti kichikroq bo'ladi. Turga tur variantimizga 120 ming so'm. Akalar, mana bu turcha eng chiroyli chiqqani. Mana shu narsamiz 5 ga 5 bo'ladi. 5 ga 5 ham ajoyib. Buni 1 metri 140 ming so'mdan firma tayyor bo'ladi. Bularning tagiga mana bunday kapalak deyiladi, bu reyka. Ajoyib o'rnashib qo'yadi. Har qanday narsani ustiga qo'yib, sizlar anaqa ulas tomda yopib ketish juda ham qulay bo'ladi akalar. Reykaliklarimiz mana shular bo'ladi. Mana bular akalar 5 ga 5. 4 ga 5 variantimiz. 4 ga 5 ham juda ajoyib chiqadi. Buniki ham 135 ming so'mga tayyor bo'ladi akalar. 1 metri endi katta kichiklik baland yoki pastroqligiga qarab, material ketishiga qarab biroz arzonroq yoki qimmatroq bo'lishi ham mumkin. Akalar, mana o'sha konteynerdan nima qilinadi? Yana bochkalar yasaladi. Bochkamizni yasalish jarayoni. Mana shu bochkamiz 5 tonnali bochka. Buni narxi 3 million 100 ming so'm ekan. Konteynerda o'sha tomlisidan bo'lgan, qalinlisidan qilingan. Ancha baquvvat chiqadi. Ichiklari izolyatsiya bo'ladi akalar. Zangga qarshi narsalar qilinadi, ishlar hammasi chiroyli bo'ladi. Shunaqa bochkalar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Yana akalar, konteynerda ruchkasi bu ajoyib narsa. Buni deyarli O'zbekistonda 50% odam bilsa kerak, qanaqa baquvvat, qanaqa sifatli narsa ekanligini. Materiali juda qalin bo'ladi. Bundan kerak bo'lsa o'sha uylarda toklar yasaladi, misol uchun uzumlar turishi uchun har xil berilalar, ya'ni panjaralar qilish ham mumkin. Akalar, shunaqa narsalar mabodo kimlarga kerak bo'lsa shu xizmatlarimiz telefon qilaverasizlar. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar kanal rivoji uchun. Iltimos akalar, ustalarga ham qo'llab turinglar.